Muhtaram Prezidentimizning 2026-yil 5-fevraldagi 9-sonli farmonlariga asosan yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yish ta'kidlab o'tildi. Bizni eng quvonarli holat shundaki, yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlarida asosan bolalarimiz uchun juda ko'p yangiliklar, sharoitlar yaratiladi. Bu bog'chalarda ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan o'yin asosida bolalarimizga bilim, malaka, ta'lim-tarbiya jarayonlari olib boriladi. O'ylab ko'ring, bitta maktabgacha ta'lim tashkilotida 120 nafar kreativ fikrlaydigan wunderkind yosh avlod ro'yobga chiqsa, shakllansa, bu mamlakatimiz islohotlari uchun, undan keyingi mamlakatimizning taraqqiyoti uchun mamnuniyat bilan aytadigan fikr bo'ladi. Chunki bu yangi avlod bog'chalarida bolalarimiz har tomonlama ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan o'yin faoliyatlarida elementar matematik bilimlar olishadi, robototexnika ilmlari o'rgatiladi. Bu jarayonlarni bolalarga to'laqonli o'rgatib borishda, ayniqsa salohiyatli pedagoglarni tanlab olinishi juda ham quvonarli holat. Ham bu yangi avlod bog'chalari barcha bog'chalar uchun namuna tariqasida bo'ladi. Pedagoglarni bir-birlari bilan tajriba almashishlari uchun keng imkoniyatlar yaratib beriladi.